Yaxshimisan, Shuhrat Musayev? Hozir sen konkretno juda ham anaqa jiddiy предложение bo'ladi. Biznes предложениеda, endi biznes fikr, tushunasizmi? Menga qara, sen komprachikoz bo'lasan endi. Komprachikoz biznes yaratasan O'zbekistonda. Bilasanmi nima bu? Короче, yosh bolalarni topasan, O'zbekistonda to'lib yotibdi bunaqada. O'shalardan sirk shipito qilasan endi. Sirk shipito O'zbekistonda Samarqand, Buxoro, Navoiy, Farg'ona hamma joyda sirk ko'rsatasan o'sha bolalarni, tushunasizmi? Komprachikosda tushuntirib beraman. Ozgina sabr qiling, nimada bu tushuntirib beraman senga. Короче, faqat hammasini og'irmaysan. Konkretniy keraklilarni olasan, yosh bolalarni, yosh qizlarni. Qaysi nimadan talab olasan bilasanmi? Tanlov nimadan bog'liq, nimaga bog'liq bo'ladi talabing bilasanmi? Mana qara, qancha bola beshikda yotib, beshikda o'ralgan, lattalarga o'ralib, urod bo'lib ketgan. Boshi to'rtburchak, kubik bo'lib, тазобедренная sistema qishuv-mishuv bo'lib, bular qishagan, oyoqlari kolosik bo'lib, keyin bo'lsa, o'zing bilasan, o'ralgan xotinlar, dahuya qizlar, ulardan rashid tug'iladi. Chunki ular oftob tagida yursa ham badani bekuv bo'ladi. O'sha qizlarning, xotinlarning hijoblarni o'rab tashlagan, lattalarni o'rab tashlagan, vitamin D kamaygan, juda ham kam. Tushunasizmi? Bu problema не только O'zbekistonda. Umuman hamma shar'iy mamlakatlarda shu problema. Shar'iy mamlakatlar oftob bor joyda joylashgan. Mana shu Arabiston deysanmi, Pokiston deysanmi, Bangladesh, butun mana shu Iron deysanmi, Afg'oniston deysanmi, O'zbekiston, Tojikiston ham hammasi issiq joylarda joylashgan, где ultra fioletoviy nurlar ko'payib yotibdi. Ana o'sha ultra fioletoviy nurlar vitamin D beradi, tushunasizmi? O'zing bilasan buni yaxshi. O'qigan, kitob o'qigan bolasan, to'g'rimi? Endi senlarni xotinlaring, onalarini onasi hammasi o'ralgan bo'lgan o'shancha vitamin D amini yegan avloddan avlodga rashidlar tug'ilib kelyapti. Mana bunaqa peshonasi chiqqan, burnidan peshonasi chiqqan, короче, burni liniyasidan peshonasi chiqqan, oyog'i kolosik. Chunki suyak yumshoq bo'ladi, vitamin D yo'q. Kalsiyni protsenti ham kamayib ketadi vitamin D yo'q bo'lsa. Kalsiy faqat vitamin D da ushlanadi, tushunasizmi? Kalsiy yo'q bo'ladi badanda, короче, pizdets, yumshoq bo'lib qoladi suyaklar. Mana kichkina bolani miyasi o'sadi-ku, o'shancha peshondan toradi. Bu misolni o'zingni qizingda ham ko'rsa bo'ladi. Men ming marta aytdim senga. Bu hech qanaqa emas. Men sen haqorat qilayotganim yo'q. Qizingni ham haqorat qilayotganim yo'q. Qizing 100% rashid. Ikkinchi qizing ham rashid bo'lsa kerak, tushunasizmi? Shulardan, короче, sirk qilasan. Sirk. Odamlarni kuldirasan, короче, shu bolalarni, tushunasizmi? Bu tarixda bor narsa, bu 19-asrda, 18-19-asrda bu sirk pizdets hamma yoqda rivojlangan. Islomiy mamlakatlarda ham masalan rivojlangan bu, xristianlarda ham rivojlangan, tushunasizmi? Bunga даже Viktor Hugo kitob yozgan, Человек, который смеется. Shunaqa sirkda bolasi bo'lgan, og'zi kesilgan bo'lganda, Guemplen bo'lgan oti, tushunasizmi? Человек, который смеется. Kuladigan odam degan kitob yozgan Viktor Hugo 1869-yilda yozgan. Eski vaqtni, undan ham eski vaqtni yozganda, tushunasizmi? O'shanda Человек, который смеется, og'zi kesilgan bo'lgan, kabuto kulib turadi, tushunasizmi? Kesilgan, tikilgan bolalarni korobkaga solib qo'yishardi, tushunasizmi? O'solmasdi bolalar. O'sha korobkaning ichida kichkina bo'lib, liliput bo'lib qolardi, yana to'rtburchak badani bo'lib qolardi, ko'ta to'rtburchak, boshiga shlemlarni kiyishardi, yosh bolalarni. Boshi urod bo'lib qolardi. Mana hozir O'zbekistonda gotovoy urodlar bor. O'zbeklar o'zini bolasini urod qilganlar qachon 5 yiliga boylab qo'yib, xotinlarni yana bir marta qaytaraman, lattalarga o'rab, o'shandan keyin vitamin D yetishmaydi. Bolasi rashid bo'ladi. Bu yerda hech qanaqa haqoratli yo'q, Musayev. Sani qizing ham rashid, o'zing bilasan. Sen o'zing ham rashid bo'lgansan. Chunki kattakon peshona, mana bunaqa bugristi. Peshona mana bunaqa valnista bugristi izlari qolgan, millat. 35 yoshsan-ku, hali yoshsan, tushunasizmi? Shunaqa izlar qolgan uje, tushunasizmi? Mana peshonang katta, broneboyniy, bilad. Bu rashid bo'lgansan, tushunasizmi? Sen ham 100%, tushunasizmi? Shunaqa bolalarni yig'asan, konkretniy pul ko'tarasan sen, konkretniy. Tushunasizmi? Anaqa yana bir marta aytaman, biznes anaqa comprachicos bo'lasan. Nima uchun men esimda bor comprachicos? Hablo español muy bien, señor. ¿Sabe usted? 8 años yo fui en España. 8 yillik bo'lganman Ispaniyada. Ispancha yaxshi gapiraman. Comprachicos degani ispanchasiga yosh bolani sotib olish. Compra sotib olish. Chicos bolalar bo'ladi, tushunasizmi? Shuhrat Musayev, menga qara. Sani qizlaring o'sha sirkni
nomer 1 yulduzlari bo'ladi. Chunki peshonasi chiqqan, orqasida ham chiqqan, pizde tuxumga o'xshab. Bunda profilga qarasang, bolalar qizlaringni o'sha boshlari chiqib ketgan tuxumdek tushunasizmi? Bu konkretno bu deformatsiya bo'lgan boshi. Oyoqlari kolyosik qizinglarni, короче, birinchi qizingni ham, ikkinchi qizingni ham ishonchim komil, oyoqlari kolyosik, lekin birinchi qizingni 100% oyog'i kolyosik. Suratda ko'rdim-ku. Pizde yulduz bo'ladi qizing, o'sha sirk shpitoni tushunasizmi? Pizde pulni konkretni ko'tarasan sen. Chiqasan qoplaga pullarni, biladi. Bir xil nima deydi? Men xotinimni yaxshi boqganman, vitamin D yetarli bo'lgan xotinimda. Bu hammasi xuyna. Ovqatdan badan vitamin D olmaydi. Vitamin D badan, organizm faqat oftobni ultrafioletoviy nurlaridan oladi. Eslab qolinglar buni. 80%, 85% vitamin D oftobdan keladi. Faqat anaqa atiga bir 15% vitamin D ovqatdan keladi. Bildinglarmi? Ovqatning xuyna takdi. O'shaning uchun menga ishonmasanglar, Google dan qaranglar. Islomiy mamlakatlarda hamma yoqda, mana shu shariy islomiy mamlakatlarda hamma yoqda xotinlarda vitamin D yetishmaydi, erkaklarga ham yetishmaydi. Chunki erkaklari ham, xotinlari ham lattalarni o'rab tashagan. Badaniga oftob tushmaydi. Bo'ldi shundan. Problema bitta. Google'da shunaqa yozilgan. O'zbekistonda va boshqa islomiy mamlakatlarda insest rivojlangan. Qarindoshga o'ylanish. Ana undan ham urotlar tug'ilib ketyapti borgan sari. Так что sanga ishchilar anaqa nima deydi? Достаточно bo'ladi, tushunasizmi? Вполне достаточно работники для тебя, Musayev. Конкретно biznes сделаешь. Biznesing pizdец rivojlanadigan, biladi. Urot bolalarni yig'ib olasan. O'zbekistonda yana bir marta qaytaraman, sirk qilasan, tushunasizmi? Sen biznesmen bo'lasan, komprachikos, tushunasizmi? Bu konkretno biznes, biladi.